Davom etamiz. Ta'lim, muloqot va ko'ngilochar kontentning katta qismi virtual makonga ko'chib borayotgan bir paytda bolalarning axborot xavfsizligi masalasi yuzaga chiqmoqda. Ya'ni endi ota-onalar va pedagoglardan nazoratni kuchaytirish, jurnalistlardan esa axborot yetkazishda ehtiyotkor bo'lish talab etilmoqda. Shundan kelib chiqib, poytaxtimizda ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'quv mashg'ulotlari boshlandi. Bolalar yaqin yillarda ijtimoiy tarmoqlarning iste'molchilari orasida tilga olingan bo'lsa, endi ular media makonda bloger va qahramon obrazlarida ko'rinish bermoqda. Lekin tarmoqqa joylanayotgan, sun'iy intellekt yordamida qayta ishlanayotgan va tomosha qilinayotgan kontentlarning hammasi ishonчлimi? Ular orasida bolalarning prototipidan foydalanib, behayolikni targ'ib qiluvchi g'oya, manipulyativ axborot yoki qimor reklamasi singdirilmayaptimi? Bu xavotir tabiiyki hech bir ota-onani befarq qoldirmaydi. Mavzu qanchalik nozik va dolzarb ekanini tushungan bo'lsangiz kerak. Bu internetga tushgan bu bolamizning, farzandimizning, yosh bolaning surati, videosi ertaga qay maqsadlarda ishlatiladi? Aniq bilinmaydi. Sun'iy intellekt tomonidan shu videolar va fotolar keng tarqalishi natijasida ular boshqacha kontentga aylantirilib borilyapti. Zararli, pornografik, xavfli kontentga aylantirib borishi mumkin. Uni nazorat qiluvchi qonunlar, uni nazorat qiluvchi videoga olganlar ham nazorat qila olmaydi. Shu nuqtai nazardan bu mavzuni muhokama qilish va turli rakurslardan unga yondashish juda ham ahamiyatli. Bugundan boshlangan o'quv mashg'ulotlari ishtirokchilariga bolalar ishtirokidagi materiallarni yoritish standartlari, jurnalistik etika, axborotni tasniflash mezonlari, fakt-checking, kiberxavfsizlik borasidagi ko'nikmalarni o'rgatadi. Tabiiyki, shu o'rinda savol tug'iladi. Ijtimoiy tarmoqlarni negativ axborotlar, umuman olganda xavfli kontentlardan butunlay tozalash mumkinmi? Yoki bu borada bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash qanchalik o'rinli? Albatta, ijtimoiy tarmoqlarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ularni butunlay cheklab bo'lmaydi. Biz bu borada bolalarni zararli axborotdan himoya qilish yo'nalishida avvalambor barcha mexanizmlarni yo'lga solishimiz kerak. Pozitiv bo'lgan hamda ijobiy bo'lgan kontentni ko'paytirishimiz kerak. Zararli axborotni baholaydigan ekspertlarni malakasini oshirishimiz kerak. Chunki zararli kontentni to'g'ri agar baholab tasniflaydigan bo'lsak, barcha turdagi axborotni to'g'ri klassifikatsiya qilishga yordam beradi. Bugungi axborot iste'molchisiga nisbatan uni ko'rma, buni o'qima deb taqiq qo'yish noreal holat. Buning o'rniga foydalanuvchilarning qarshisiga imkon qadar sifatli va ishonchli kontent chiqarish, mutaxassislarning bu boradagi ko'nikmalarni oshirish kerak. Boshlangan o'quv mashg'ulotlarining natijalari esa yaqin kelajakda media olamida yoritiladigan mahsulotlar sifatida aks etadi.